Jalil? Bugun ob-havoni juda issiq, mana tashqarida quyosh chiqdi. Yaxshi. Bugun darsga hamma qatnashyapti. Kasallar yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Bizni vatanimiz qayer ekan, Sevara qizim? Bizni vatanimiz O'zbekiston. O'zbekiston ekan-a? Yaxshi. Mustaqil O'zbekiston. Mustaqil bo'lganingizga necha yil to'ldi bolalar? Yaqinda. Qani Bunyodbek? Bizni mustaqil bo'lganimizga 7 yil bo'ldi. Juda ham yaxshi. Mana bu joyga suiqasd uyushtirildi. Mahmuna Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga. yaxshi. Mana shunday uyushtirilgan jinoyatlar natijasida, ana shu kuniyoq Oliy majlislar zalida majlis o'tkazilib, shu yerda aynan biz o'quvchilarga tegishli Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov qanday so'zlarni aytdi bolalar? Qani Muattar? O'zbekistondagi barcha bolalar meni farzandlarim. Yana nima dedi? Kim qo'shimcha qiladi Bunyodbek? Bu farzandlarimni hech kimga bermayman. Yaxshi. Bunga javoban biz ham nima deyishimiz kerak bolalar? Qani Mahmuna? Nima deyishimiz kerak, ha? Nodirbek yordam bering. Islom Abdug'aniyevich Karimov bizni otamiz, biz uni hech kimga berib qo'ymaymiz. Yaxshi. Mana shunday yorqin, kelajagimiz uchun o'z jonini fido qilayotgan, mana shunday yorug' sinflarda o'qishimiz uchun yaxshi sharoitlarni yaratib berayotgan kim ekan bizga? Qani Kamolat qizim? Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov. Yaxshi, Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov. Qani Islom bobo she'rini 4 qatorni menga chiroyli qilib aytib beringlarchi. Chiroyli turib olamiz. Qani Ushbu tinch yer osmon uchun, erkin quvnoq zamon uchun, shunday shirin davron uchun rahmat sizga Islom bobo. Bosh bo'ldingiz istiqbolga, erishdik chin istiqbolga. To'lar bo'ldi hayot bolga, rahmat sizga Islom bobo. yaxshi. Ana endi biz ham, prezidentimizni ko'rsatgan yo'lidan, hech ham toymasdan o'zimizni o'qishimiz bilan uni so'zlariga javobimizni nima qilamiz ekan? Beramiz ekan. Yaxshi. Uyimiz bolalar yoz o'tadi soz bo'limi bilan tanishamiz. Shundan shoirimiz Shukur Sa'dullaning yoz she'rini sizlar bilan bugungi darsimizda o'rganib chiqamiz. Nima? Kaptarlar, turnalar hammasi o'zimizga yana nima qilishdi? Kelishdi. Bundan tashqari bahorda darakchilari bo'lgan birinchi binafsha, yana yana bu kabi gullarimiz hozir qir-adirlarda xuddi hali o'xshatmalar qilganmiz. Baxmaldek bo'lib nima bo'ldi hozir? Ochilishdi. Mana may oyining oxiri bo'lishiga qaramay kunlarimiz ancha isidi. Endi bu fasl o'zidan o'zi yoz fasliga nima qo'yapti? Qadam qo'yapti. Yoz faslida mana mevalarimiz, mana bu hozirgi dovcha tikkan o'ralarimiz o'rniga uni sotamizda nima qilamiz? O'zimiz uchun kerakli bo'lgan kitoblarni, daftarlarimizni, o'rnalarimizni nima qilamiz? O'rniga olamiz. Buning uchun birinchi o'rinda biz bahor faslidayoq ota-onalarimiz bilan birgalikda ana shu uylarimizdagi ko'chatlarni nima qilishimiz kerak? Ekishimiz, o'stirishimiz, tagini yumshatishimiz kerak. Mana endi yoz fasli kelishi bilan bir qatorda biz yozgi ta'til davrida ham nima qilamiz? Dam olamiz. Yozgi ta'til davrida oromgohlarga borib dam olasizlar. Ayrimlar o'zinikida, ayrimlar shaharga borib dam olishi mumkin, qarindosh urug'lar bo'lsa. Ayrimlar bizni qishloq sharoitimizda ko'proq mol qo'y boqiladi. Shularni dalaga olib chiqib boqib, ota-onalarimizga yaqindan yordam beramiz. Oilam Sa'dullah she'rini yoz
she'rida ham xuddi mana shular haqida yoz faslining qanday bo'lishi, unda qanday o'zgarishlar bo'lishi, mana shular haqida ob-havoni qanday o'zgarishi, umuman tabiat yoz fasli haqida ta'riflangan. Hozir Maftuna chiroyli qilib she'rimizni o'qib berchi, qani hammamiz kuzatib turamiz. Yoz o'tadi soz, yoz shukur Sa'dulla she'ri. Keldi ko'klam kabi soz, bizlar sevgan issiq yoz. Ekin o'sdi yerlarda, bug'doy pishdi qirlarda. Qizardi olchalar, uzar yosh bolachalar. Xolis to'la bodring, bog'bon tez uzib bering. Sabr qiling siz andak, so'yib beray hamdalak. Quyosh ko'kdan nur sochar, yangi dunyolar ochar. O'rik yetilib pishar, yerlarga to'p tushar. Olma, anor, nok, bodam, to'ymaydi yeb hech odam. Yoz bo'yi bizda har xil, meva pishar 90 xil. Yaxshi, demak mevalarimizni necha xil deyapti? 90 xil. Bular mana o'zimizda uylarimizda birinchidan olma, gilos, olcha, olxo'ri, o'riklarimiz, bular ham bir necha xillarga turlari bor, navlari ajratiladi. Shularni mana shoirimiz 90 xil deb chamalayapti. Hammanda yana biz nima qilamiz ekan Olimjon? Bundan tashqari ta'tilga borib dam olamiz. Ta'til o'zi kanikul davrimizda oromgohlarga nima qilamiz ekan? Oromgohlarda qanday ish bilan mashg'ul bo'lamiz? Begala. Oromgohlarda biz oromgoh ishlarida har xil mehnatlarga yordam beramiz. Yana nimalar bo'ladi? Mashq. Yana kim aytadi? Yana nimalar bo'ladi oromgohda? Oromgohda ko'pgina mevalar bo'ladi. Ularni terishda yordam berasizlar, chunki haligi qishloq joydagi oromgohlarda shaharlarga nima qilinish kerak? Jo'natilish kerak. Bundan tashqari qanday to'garaklar bo'ladi oromgohlarda? Biz yaqinda yozgan diktantimizda gaplashgandik. Dilora, qani? Ko'pchilik, yana kim esiga tushdi Nasibaxon? Qani? Kasbchilik. Xo'p, bu ham yaxshi o'g'il bolalarimiz uchun qani Begali? Bundan tashqari biz kulolchilik, yana aynan sport to'garaklarida. Qani ko'proq sport bilan shug'ullanamiz oromgohda. Bunyod. Futbol musobaqalari, yana basketbol, yana Begali. Yana biz basseynlarda suzish mashqlari. Shaxmat shashka ham bo'ladimi? Shaxmat shashka birinchi o'yinda. Nima deydi? Haligi shaxmat shashka o'ynaganingizda sizni aqliy tomondan ham miyalaringiz yaxshi rivojlanadi-da. Yozga borib dam olishlaringni, yozda nima ish qilishlaringni, bu to'g'rida mana oxirgi kunlaringizga yozgi ta'til rejasi deb yozib tashlab ketasizlar. Har 15 kunda maktabga ham kelib, nima ishlar qilayotganlaringni aytib, siz bilan maslahat qilib ketasizlar. Kanikul ekanida 90 kun uyda yo'qlaysiz ekan. 90 kun mobaynida kelib o'tadi soat. Shukur Sa'dulla she'ri. Keldi ko'klam kabi soz, bizlar sevgan issiq yoz. Ekin o'sdi yerlarda, tekshirib boring. pishdi qirlarda. Qizardi olchalar, uzar yosh bolachalar. Xolis to'la bodring, bog'bon tez uzib bering. Bo'ldi, Zilola. Olma, anor, nok, bodam, to'ymaydi yeb hech odam. Yoz bo'yi bizga har xil, meva pishar 90 xil. Sevara. Yoz o'tadi soz, yoz shukur Sa'dulla she'ri. Keldi ko'klar kabi soz, bizlar sevgan issiq yoz. Ekin o'sdi yerlarda, bug'doy pishdi qirlarda. Qizardi olchalar, uzar yosh bolachalar. Xolis to'la bodring, bog'bon tez uzib bering. Yeb hech odam. Yoz bo'yi bizda har xil, meva pishar 90 xil. Yaxshi, Nodirbek davom eting. Yoz shukur Sa'dulla she'ri. Keldi ko'klam kabi soz, bizlar sevgan issiq yoz. Ekin o'sdi yerlarda, bug'doy pishdi qirlarda. Qizardi olchalar, uzar yosh bolachalar.
sochar, yerlarga to'p-to'p tushar. Olma, anor, moy, bodom to'ymaydi yeb hech odam. Yoz bo'yi bizda aql, meva pishar to'qmoqil. Muvattar davom ettir. Uzar yosh bolachalar, polis to'la bodring, bog'bon tez uzib bering. Sabr qiling siz andak, so'yib beray handalak. Quyosh ko'kdan nur sochar, yangi dunyolar ochar. O'rik yetilib pishar, yerlarga to'p-to'p tushar. Olma, anor, nok, bodom to'ymaydi yeb hech odam. Keldi ko'klam kabi soz, bizlar sevgan issiq yoz. Ekin o'sdi yerlarda, bug'doy pishdi qirlarda, qip-qizardi olchalar. Uzar yosh bolachalar, polis to'la bodring, bog'bon tez uzib bering. To'p-to'p tushar, olma, anor, nok, bodom to'ymaydi yeb hech odam. Yoz bo'yi bizda har xil, meva pishar 90 xil. Niyoz davom ettir. Polis to'la bodring, bog'bon tez uzib bering. Sabr qiling siz andak, so'yib beray handalak. Quyosh ko'kdan nur sochar, yangi dunyolar ochar. Shundan so'ng maktabimizning 11-sinf o'quvchilari mustaqil hayotga qadam qo'yadilar. Maktabimizning jajji 4-sinf o'quvchilari esa o'zining sho'x-shodon bolalik davrini yakunlab, yuqori sinf o'quvchisi degan yuksak nomga sazovor bo'ladilar. Shu munosabat bilan hozir maktabimizning 4-A sinf o'quvchilarining Xayr birinchi o'qituvchim nomli xayrlashuv badiiy kechasini e'tiboringizga havola etamiz. Hozir davramiz qatnashchilari bo'lgan 4-A sinf o'quvchilarini taklif etamiz. Hozir 4-sinf o'quvchilari o'zlarining 4 yil davomida har tomonlama olgan bilimlarini sizlarga namoyish etadilar. Marhamat, 4-sinf o'quvchilari, navbat sizlarga. Sinfimiz rahbari Oftobxon Xolmatova, sinf boshlig'i Maftuna Mirzayeva, tozalik tekshiruvchi Zilola Qurbonova, guruh boshliqlari Diloram Sobirova, Nodirbek Eraliyev, Bunyod Shermirzayev. Sinfimizda 26 nafar o'quvchi bor. Qizlar 14 nafar, o'g'il bolalar 12 nafar, 5 bahoga o'qiyotganlar 12 nafar, 4 bahoga o'qiyotganlar 14 nafar. Sinfimiz
ya'ni 4-sinf bilan xayrlashuv kunidir. Biz siz bilan 4 yil birga bilim olishning yuqori pog'onalariga ko'tarildik. Shu davrda yozishni, hisoblashni, do'stlashishni va nihoyat maktab qoidalari bo'yicha yashashni o'rgandik. Salom ustoz, salom muallim. Bayramingiz bilan qutlayman. Ilmim bilan istiqbol yo'lin ko'rsatdingiz, hech unutmayman. Siz emasmi 7 yoshimdan alif beni tutgan qo'limga? Siz emasmi silab boshimdan cheksiz shodlik bergan ko'nglimga? Siz emasmi ongim o'stirib ona yerga mehrim uyg'otgan? Siz emasmi halol mehnatga zakovat va zavqimni tortgan? Bugun sizga chin yuragimdan mehrim toshib tabrik bitaman. Umrim bo'yi so'zingiz bilan el yurtimga xizmat qilaman. Onajonlar sizga dedi, maktab boraylik tezroq, bizni unda qarshi oldi jiringlagan qo'ng'iroq. Haftada to'g'ri va sinfda shovqin qilmasdan o'tirishni o'rgandik. Hayolimizda birinchi marta 5 va 2 baho olganimizda ham esladik. Hammasi yodimizga tushdi. Hayotning o'qiyu qorasini ham, barchasini yomonu yaxshisini ham, bizlarga hammasini o'rgatgan ham ustozdir, ustoz muallim. Ustozlar bor ekan dunyoda tinchlik, ustozlar bor ekan hayot erkinlik, ustozlar bilandir osoyishtalik. Bog'im bo'li har qachon ustozim, ustozlarni qadrlaylik, ustozlarni hurmatlaylik. Aslan, kechiring bizni ustoz, yoshlik qildik biz bir oz. Baxtimizga bor bo'ling, doim sog' omon bo'ling. Farzandingiz rohatin ko'rib doim shod bo'ling. do'stlashdik. Bolalar, bilasizlarmi, vatan nimadan boshlanadi? Vatan uyimiz ostonasidan boshlanadi.
shodlarga to'liq vatanim. Biz O'zbekiston farzandlarimiz. Vatanim go'zal diyor, unga doim iqbol yor. 12 ta viloyat, ko'rkam erur bag'oyat. Yurtim bag'ri keng diyor, madhi dillarda doston. Vodiy vahobiy g'ubor, cho'qqilarda oppoq qor. Deganlar. Biz doimo bu pur hikmat so'zlariga amal qilishga intilamiz. Karimov. Ushbu tinch yer osmon uchun, erkin quvnoq zamon uchun, shunday shirin davron uchun, rahmat sizga Islom bobo. Bosh bo'ldingiz istiqlolga, erishdik chin istiqbolga, to'lar bo'ldi hayot folga, rahmat sizga Islom bobo. Olam aro atagan tanho, ular sherik ko'proq, qanotida kumush diyori, bir ega bor dunyoda biroq, bitilmagan dostondir bori. Faqat ojiz qalamim menim, O'zbekiston vatanim menim. Yashasam 100 yil ham chiqmaydi esdan. Menga ilk alifni o'rgatgan ustoz. Kechirdim men yuzlab kitobni ko'zdan. Birinchi daftarga men qo'ygan ixlos. Yashaydi ko'nglimda nafasday aziz. Qalamim yozguncha minnatim cheksiz.
Yog'sin halollik, huzur kelsin tilingdan. Bolalar, bu yil qanday yil deb e'lon qilindi? Bu yil ayollar va erkaklar yili deb e'lon qilindi. Davramizga bir qaranglar. Qanchadan qancha onajonlarimiz, opajonlarimiz, singillarimiz tashrif buyurishgan. Hozir shu ayollarimizga atalgan kuy qo'shiqlarimizni ijro etsak-da, bularga uzoq umr, baxt, saodat, bizlarni yuvib tarab maktabga kuzatib qolishidek mashaqqatli ishlariga zafarlar tilasak. Onajonim, bormisiz omon? Gulkiragan bog'lar qo'ynida mushkulingiz etaymi oson, ukalarim ortib o'ynidan. Dari aylanurlarga suyanchiq bo'lar u nomusga orga, g'ururdan qanotlar bog'laydi ayol. U erk malikasi, ko'ngil sultoni, azod yurti uchun fidodir joni. Jismida aylagan o'zbekning qoni, dunyoga omonlik tilaydi ayol. Ayol bor bu olam bo'lar guliston, malik qo'shiqlarga to'lar keng osmon. Zuhro so'zlaridan yozilgan daston, Allohdan omonlik tilaydi ayol. Ona alla aytar beshik boshida, ona alla aytar farzand qoshida. Dunyoda bu kabi sirli qo'shiq yo'q, shu sabab borliqning ko'zlarida suv. Ona alla aytar ulg'ay sog' omon, ona alla aytar tinch bo'lsin zamon. Bahor bo'lmas hech qachon, qaldirg'ochsiz onajon, muhir degan dunyoga nurli totsiz onajon. Umidimiz osmon bo'lsa, siz quyoshsiz onajon. Men seni o'ylayman o'zbek ayoli, ko'z oldimga buyuk momolar kelar, bibixonim tomon uchar xayolim, yuragim tubida mehr jo'sh urar, odam zoti bosh egar, ey qosh hilol, o'zliging unutma mo'tabar ayol. Bu qo'shiqdan ayrim o'qishga qiziqmagan o'quvchilarimiz o'zlariga tegishlicha xulosa chiqarib olsinlar. Onajonlarimizni ko'p qiynamasdan o'zlari maktabga yo'l olishini eslatib o'tamiz.
o'ynab uzoq o'ynagin, o'ynab sira to'ynagin, o'ynab uzoq o'ynagin, o'ynab sira to'ynagin, suygan yoring bo'yiga o'ynagin, o'ynagin. Güzel yarın oynagin, oynab sira to'ymagin. Güzel yarın oynagin, oynab sira to'ymagin. Sevgan yoring bo'yiga o'ynagin, o'ynagin. Sevgan yoring bo'yiga o'ynagin, o'ynagin. Nechog'lik o'ynagin. Sevgan yoring bo'yiga o'ynagin, o'ynagin. Sevgan yoring bo'yiga o'ynagin, o'ynagin. Oynagin yar oynagin, lazli chalib oynagin, oynagin yar oynagin, lazli chalib oynagin. Sevgan yoring marhuna, qo'shiqni kuylagin. Sevgan yoring marhuna, qo'shiqni kuylagin, qo'shiqni kuylagin. Olim bo'lma, odam bo'l deyishadi, lekin yaxshi olimdan yomon odam chiqmaydi. E'tiqodli, iymonli, pok niyatli va shu bilan birga kuchli bilim egasigina o'qituvchi ustoz bo'la oladi. Muallim o'z kasbining qiyin mas'uliyatli va shu bilan birga sharafli ekanligini unutmasligi lozim. O'qituvchi o'quvchi uchun go'yoki bir ko'zgu. O'quvchi muallimga qarab, qadalmagan tugmasini qadab yoki taralmagan sochini tarab olishi kerak. Yuksak xislatlarga ona vatan, muhabbat, do'stlik hissi qatoriga muallim ham kiradi. Kuchli bilim egasi bo'lgan tili va dili bir muallimning ayrim kamchiliklarini bola kechira oladi. O'qituvchi uchun barcha bolalar sevimli va aziz bo'lmog'i kerak. O'qituvchi o'ziga haykal qo'yish shart emas, chunki uning mehnati qalbdan qalbga ko'chib yuruvchi tirik mehnatdir. Kitob bilan muloqot kishi aqli kamolatining oliy va beqiyos shaklidir. Kitobning sirtqi va go'zalligi emas, balki undagi fikrlar qanday yozilgan bo'lsa, hammasidan foydalanish kerak. Kitob qanday yozilgan bo'lsa, shunday shoshilmasdan avvallab o'qish kerak. Kitobni o'qib chiqib
beraman, chin do'stingiz bo'laman. Ona tili fanini o'rgandik. Ona tilim jonu dilim, senga kamol topdilim. Ona tilim jonu dilim, senga berdim dilim. Bilan qo'lim, o'zbek tilim, o'zbek tilim. Riyoziyot fanini o'rgandik. Zehnimizni chaqlab biz o'rganamiz hisobni. Shuning uchun doimo ardoqlaymiz kitobni. Hisob kitob ilmini bolalikdan sevibsiz, ulg'aytgach buninchida asqotishini sezibsiz. Doim shunday tirishgan, yuksaklarga chiqadir. Olim bo'lmoq istasang, riyoziyot sinadir. Yana biz tabiat, musiqa, mehnat, rus tili, jismoniy tarbiya va tasviriy san'at darslarini ham o'rgandik. Shamollar qo'lidan tutib bolalik, bizni qayerlarda tashlab ketadi. Beqayg'u chapqilaga shahar damlar har bitta insonni maftun etadi. Juda ko'p bolalik, kal o'smirlik, qo'yma hayot yo'li tamam sudraydi. Ona ko'ylagidan tutib olib jindak shohlik qilishiga ruxsat so'raydi. Yillar ham o'tadi, o'tar davronlar. Tasavvur yurakda qolar adabiy. Olislab ketguvchi o'sha karvonlar esdan chiqarmaydi bizni bir umr. Tanibmanki esimni quvonch, yuzlarimdan arigan emas, yo hayotni tashvishi bilan dilim ruhdan arigan emas, chunki qayg'u boisi dilim. Men dunyoga kelib bo'g'ilgan, xuddi badan a'zosi kabi iqbolim ham egiz tug'ilgan. Shuning uchun mag'rurman qalbim, ona vatan ishqi bilan band. Shuning uchun sog'lom ruhimga odamiylik g'oyasi payvand. Shular bilan bir qatorda yuqori sinf o'qituvchilarimizga ham bizlarga chuqur ta'lim tarbiya berishlarida kattadan katta omadlar tilaymiz. İlk bor qo'yganimda maktabga qadam, tutqazdingiz siypab qo'limga qalam, berdingiz alifbe nomin olgan kitobni, sizdan ming rozimiz aziz ustozim. Har bir harfni birinma-birin o'qitdingiz, o'rgatib har birin sirin, bari bilmaganimizni siz deb o'rgandik hamma narsani. Sizdan ming rozimiz aziz ustozim. O'qitdingiz 4 yil bizlarni, tarbiyalab o'stirdingiz o'g'il qizlarni. Sinfimiz bolalari 26 ta, sizdan ming rozimiz Oftobxon opa. Opamiz bor Oftobxon, o'zi juda kitobxon, bizga uni ko'rsatgan, mehrlari bir jahon. Turib salom beramiz, sinfimizga kirgan on, baxtimizga doimo sog' bo'ling amon. 7 yoshdan maktab meni quchog'iga chorladi. Benihoyat sevindim men, dilda quvonch porladi. Esimda bor kutib oldi Oftobxon opamiz. Xursand bo'lib churlashib biz ortidan chopamiz. Men olayimni sendan topdim, maktabim nurxonamsan. Tabriklarim qabul etgin, mustaqil yurt onamsan. Biz mana 4-sinfni ham tamomlab 5-sinfga, ya'ni yuqori sinfga o'tyapmiz. Biz shu 5-sinfda kattalarni hurmat qilishga, yaxshi o'qishga, opamiz Oftobxon Xolmatovani uyaltirmaslikka so'z beramiz. Shuning bilan 4-A sinf o'quvchilarining hayr birinchi o'qituvchi demlangan tadbirimiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hozirgi so'z navbati sinf rahbarimiz Oftobxon Xolmatovaga. Mening shirin shakar o'quvchilarim, jovdirab ko'zimga boquvchilarim, ba'zida chug'urlab qoluvchilarim, dilga ilhom o'tin soluvchilarim.
o'zim o'rgilayin so'zlaringizdan. Beg'ubor kulguchli yuzlaringizdan og'rinmay yohida bersam tadakki, istagim ilmingiz bo'lmasin chakki. O'zingiz bir olam dunyosiz menga, o'qish kerak bo'lgan ma'nosiz menga, ota-onangizga bir baxt, bir suyanch, hammangiz bahosi a'losiz menga. Omadlar tilayman boshlaringizga, yosh qo'shila borsin yoshlaringizga, xalqim xizmatida bori bo'lingiz, beldagi belbog'i ori bo'lingiz. Siz aytganday bo'lamiz. Rahmat. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Mana shu tadbirimizga o'z qimmatli vaqtlarini ayamay tashrif buyurgan barcha muhtarama ota-onalar. Mana bugun biz o'zim ham o'quvchilarim qatori hayajondaman. Albatta bu hayajonim quvonch, shodlik alomati deb bilaman. Allohga ming shukrlar aytamanki, shu 26 nafar o'quvchini 1-sinfdan to shu kungacha 4-sinfni bitirguncha sog' salomat, eson-omon 5-sinf pog'onasiga olib chiqdim. Bundan o'zim nihoyatda hayajondaman, ham xursandman. Ilohim sizlarni baxtlaringizga bular sog' salomat bo'lsin. Tangridan shuni tilovat qilardimki, bular to 11-sinfni bitirguncha qatorlaridan ajramay 26 nafar, 12 nafar o'g'il bolam, 14 nafar qiz bolam sizlarni baxtlaringizga sog' salomat mana shunday qatorlaridan ajralmasin. Mustaqil O'zbekistonimizni yetuk kishilari bo'lib yetishlarida bularni so'zlariga o'zim ham qo'shilaman. Yuqori sinf o'qituvchilarimizga sabr, matonat, chuqur ta'lim tarbiya berishlarida kattadan katta omadlar tilayman. Ilohim bir-birlaringiz baxtlariga sog' salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlarning oldilaringizda, farzandlaringiz oldilaringizda 4 yil mobaynida og'ir achchiq gaplar bo'lgan bo'lsa, istagim bilimli, odobli bo'lsin dedim. Uzr so'rab qo'ymoqchiman. Yaxshi yomon gaplar bo'lgan bo'lsa, bir bor farzandlaringiz oldida uzr so'rayman. Siz qadrg'ochlarimga esa 5-sinf pog'onasiga ko'tarilib, sog' salomat 11-sinfni bitirgunlarincha yaxshi omadlar tilab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat aziz o'quvchilar, mana sizlarni hammamiz birgalikda 4 yil davomida olgan bilimlaringizni guvohi bo'ldik. Bizlarning ham sizlarga yagona tilagimiz bundan keyin ham o'qishni mana shunday faol ravishda davom etib, vatanning ishonchini oqlashga, yurt posbonlari bo'lib yetishingizga tilakdoshmiz. Hurmatli mehmonlar, endi davramizga tashrif buyurgan mehmonlarga so'z bersak-da, bular ham mana shu aziz bolajonlariga, qolaversa barcha o'quvchilarga o'zlarining ezgu tilaklarini bildirsalar. Hozirgi so'z navbati tuman xalq ma'rifi bo'limining vakili o'rtoq Ro'ziyevga. Marhamat, so'z sizga. Hurmatli aziz ota-onalar, qolaversa shu yerdagi bu o'quvchilarga ta'lim tarbiya bergan Mehri Daryo o'qituvchilarga xalq ta'limi bo'limi nomidan, o'zimning nomimdan kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. O'rtoqlar, men bu yerga kelib, shu bilan shunaqangi tadbirlaringda 3-marotaba qatnashdim. Bu yer, bu maktab nimalarimizni xalq ta'limi bo'limini chekkaroq joyda bo'lgani bilan nihoyatda tadbirlar hamma yo'q juda ham bir ko'ngildagidek o'tadi. Avvalo mana shu tadbirlarni ko'ngildagidek o'tishini sababchisi ota-onalar, mana shu yerdagi xalq mahalla komiteti deb bilaman. Men juda ko'p narsalarga guvohi bo'lganman. Qishda sovuq, nihoyatda bir izg'irin bo'lgan paytda, sinflarga kirishni iloji bo'lmay qolgan paytda mahalla komitetining oqsoqoli o'zi kelib, uyma-uy yurib, shiyponlardan nimalarni pechkalarda topib kelib, shu bolajonlarimizni
xonada bir issiq o'qishini ta'minlaganlarini ham guvoh bo'lganman. Ishlab bu bolalarni erta bilan uydan kelgandan keyin siz qo'liga papkasini berib chiqarib yuborganingizdan keyin siz xolis bo'ldingiz. To qaytib uyga yetib borguncha o'qituvchi nima deydi, yuragini hovuchlab turadi. Sog' salomat yetib bordimikin? Yo bir yerga kirib qoldimikin? Birorta o'rtog'i bilan bir janjallashib qolmadimikin? Ertaga yana meni oldimga bir yorug' yuz bilan bir kirib kelarmikin degan bir o'y bilan kechalari ham o'ylanib chiqadi, konspeylar yozadi. Umuman o'qituvchining mehnati nihoyatda bir og'ir, zahmatkash hamda sharafli kasb ekanligini hammalaring juda yaxshi bilasizlar. Larimiz bu yerda ishlayotgan bo'lsa, eshik qoqmasdan, eshikni tagidan mustar bo'lmasdan, eshikni ochib mumkinmi? Men bir ish bilan keldim. Sizni yuzingizni yaratib berib, ularning kelajakda bir kitobsiz, o'qib qolasiz, bo'lasiz, qolishini yoki bo'lmasa bor, molini baq, maktabga bormay qo'yaver demasdan, ularga hamma sharoit yaratib berishlarini men istab qolaman. Bizga ular sog' salomat bo'lsin, o'zlariga ham salomat bo'lsin. Hozir barchamizning guvohligimiz ostida ushbu uyushmaga kirish qasamyodini izhor etdik. Biz 4-A sinf o'quvchilari Jumhuriyat bolalar va o'smirlar uyushmasining safiga kirar ekanmiz. Bolalar va o'smirlar uyushmasining huquqlarini himoya qilishga, ona yurtni sidqidildan sevishga, uyushma qonunlariga sodiq qolishga va a'lo o'qishga qasamyod qilamiz. Endigi so'zni ota-onalarimizga bersak-da, ular o'zlarining farzandlariga o'z tilaklarini izhor etsalar. Hozir ustoz ota-onalarimizdan Mirzayevaga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar, ota-onalar. Mana bugun biz shirindan shakar bo'lgan farzandlarimizni "Xayr birinchi o'qituvchim" degan tadbiriga yig'ilib turibmiz. Men shu fursatdan foydalanib, ota-onalar nomidan farzandlarimizni birinchi onasi, ikkinchi onasi bo'lgan ustozi Oftobxonga uzoq umr tilaymiz. Shunchalik tarbiyalab, ta'lim-tarbiya berib, chiroyli qilib mana bunaqa tarbiyalar tadbirlarda o'tkazdi. Biz bundan xursandmiz. Doimo baxtimizga salomat bo'lsin. Uzoq umr tilaymiz. Shularda qatorida farzandlarimizga ham uzoq umr tilayman. Doimo sog' bo'lsin baxtimizga. Vatanimizning sodiq farzandlari bo'lib qolsin. Men ham o'zimni qizimga shu prokuror bo'lishida omad tilayman. Shu qizimga aytib ilhom kelib ketdi deb she'r aytib o'raman-da. Endigi so'z navbatini Melboyeva Ziyoda Xudobaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz o'quvchilar, o'qituvchilar hamda ota-onalar. Bugungi tadbirga yig'ilgan ekanmiz. O'tirgan ota-onalar hammamiz ichimizda to'lqinlangan holda, hatto ko'zimizda yosh bilan bugungi tadbirlarni ko'rib, o'zimizning yoshliklarimiz, hatto bu bolalarimizni beshik ustida uxlanib o'tgan kechalarimiz, hamda istimalab o'tirgan paytlarimizda ularni boshlariga termilib o'tirgan kechalarimiz hammasi yodimizdan ko'tarildi. Bularni shunchalik tayyorlab, shunchalik bayram tadbirlariga tayyorlagan Oftobxonga mingdan-ming rahmat aytamiz. Hamma ota-onalar nomidan, kelolmagan dadalarim nomidan ham hammamiz mingdan-ming rahmat aytamiz. Kelajakdagi ishlaringizga kattadan-katta omadlar tilab, bolajonlarimizni keyingi hayotlari ham mana shunday shirin bo'lib, keyingi umrini bitirganda ham mana shunday tadbirlarni o'tkazib, yana kelib shunday bayramlarda qatnashishga hammalaringni tilakdosh deb bilaman. Rahmat sizga.
so'z navbatini maktabimiz direktori Sodiqovga bersayda, o'zlarining yakuniy so'zlarini aytdilar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mana shu maktabimizga tashrif buyurgan aziz ota-onalar, hurmatli ustozlar, o'qituvchilar, hamkasblar va jajji o'quvchilar. Mana bugun biz 4-A sinfni Xayr birinchi o'qituvchim tadbirini sizlar bilan birgalikda mana ko'rdik. Tadbirga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rilgan. Mana buni o'zingizlar shohidi bo'ldilaringiz. Haqiqatda birinchi sinfga kelgan o'quvchilar qaysi ahvolda kelganini mana bu yil yaqinda birinchi sinflarda tayyorlovda o'qitganimizda ko'rdik. Mana shu o'quvchilarimiz kelganda ham xuddi shunaqa bolachalar edi. Mana 4 yil o'tibdi ketibdi, lekin o'quvchilarimiz mana sizlarni ko'zinglarni oldilaringizda bulbul go'yo bo'lib sayrab, gapirishib, o'zini istaklarini bildirib, xado va'da berishdi. Biz yuqori sinfga o'tganda faqat a'lo baholar bilan o'qiymiz. O'qituvchimiz, ustozimiz Oftobxon Xolmatovani uyaltirib qo'ymaymiz deydi. Hammasini faqatda boshlang'ich sinfda o'qib kelib, yuqoriga o'tganda ozgina pasayish bo'ladi. Bu sinfda yana sinab ko'ramiz. Qani va'dasiga vafo qilishadimi, yo'qmi? Bu o'qishni yana 4-5 olib o'qishlariga siz aziz ota-onalardan ham umidvor bo'lamiz, bularga shu sharoitdan yaratib berasizlar. Chunki bu sinf rayon miqyosida faqat 2-3, 4-sinfgacha 100 ko'rsatkich bilan kelgan sinf. Birorta bola 3 olgan emas, 3 olgan o'quvchini o'zi yo'q. O'sha inson bo'lishlariga tilakdoshman. O'qituvchisiga esa doimo ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Oilalari bilan tinch bo'lishini tilab, doim sog'-salomatlik tilayman. Bundan keyingi qabul qiladigan birinchi sinfni ham xuddi mana shu sinflarga o'xshab chiqarishiga tilak bildirib qolaman. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, maktab ma'muriyati o'quvchilarimizga arzimas sovg'ani tayyorlagan, mana shu sovg'ani topshirsaydi, topshirishda o'rtoq tuman metodika mahkamasining metodisti o'rtoq Ro'ziyat Tursunovga sanalagimga bersaydi, domla kelib shu nomlarni aytib tabriklab qo'ysak, o'qituvchisiga esa biz rayon xalq ta'lim bo'limini buyrug'i bilan 50% ish haqidan mukofot ajratganmiz. Buni o'zi oilada yaqinda kelsa o'qituvchiga ham beradi. Biz o'qituvchiga shu mukofotni tavsiya etdik, ish haqidan 50% mukofotini. O'shani rayon xalq ta'lim bo'limi tasdiqlab o'tkazdi. Marhamat domla keling. Endi bular qizlarimiz, bolalarimiz hammasiga sovg'a yetadi domla. O'shaning uchun bir boshdan kelishaveradi, siz qo'lini siqib tabriklab qo'yaverasiz. O'qituvchisi bu Xolmatovamiz. Endi men qutuldim. 1-sinfni qabul qilib olaman. Bu 5-sinfga o'tgandan keyin bo'lak sinf rahbarining qo'liga tushadi. O'sha bilan shug'ullanaveradi degan bir o'y bo'lmasdan, to 11-sinfni bitirib chiqib ketguncha ham har zamonda bir kirib xabar olib, o'zlari haligi ilgari sinf rahbarligida qanday bo'lgan bo'lsa o'shanday shu o'quvchilarda kelajakda ham hozirgi direktorimiz aytmoqchi bir yetuk inson bo'lib yetish uchun hamisha o'zini zimmasidan soqit qilmasdan xabar olib turishini, ularda bir yaxshi o'qishida bu ko'makdosh bo'lishini men sizlar nomlaringizdan bildirib qolaman. Rozimisizlar? Mas'uliyat boshdan ketmasin, ha? Boshdan ketmasin. Xo'p.
Oxirgi o'qituvchimiz bilan xayrlashuv, birinchi o'qituvchi bilan xayrlashuv kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Juda ham bir yaxshi gaplar bo'ldi, mana sovg'alar berildi, bo'lak-bo'lak endi. Bundan buyog'idagi o'quvchilarimizni ishlarida muvaffaqiyatlar tilayman. Faqat 4-5 yilyapti, shu 4 ham yo'q bo'lsa, faqat 5 bahoga o'qisin. Sizlardan iltimos 5 bu a'lo baho. Kelajakda bir yetuk inson bo'lishiga ham bu foydasi bor. Faqat 5 bahoga o'qishini men tilab qolaman. Salomat bo'linglar. Mana endi sizlarda qarsaklar ostida Mazamxon kelib maqsada hammalaringizni maktab ma'muriyati direksiyasi nomidan doimo sog' salomatlik tilayman. Ishlaringizga doimo rivoj tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Maktabimizga doimo tashrif berib turinglar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Salomat bo'linglar. Aziz mehmonlar, hozir davramiz ishtirokchilarini bitta ommaviy raqsga taklif etsanglar, undan so'ng davramizga yakun yasasak. Olsun to'ylari, kelin kuyov uylari. Olsun to'ylari, kelin kuyov uylari. Baxtli bo'lsin 2 yosh, o'ynang bugun sinfdosh. Baxtli bo'lsin 2 yosh, o'ynang bugun sinfdosh. Sinfdoshlari sinfdosh, sinfdoshlari sinfdosh, sinfdoshlari sinfdosh, sinfdoshlari sinfdosh. Bugun bo'lsa tomosha, sog'-u sozga yarasha. Bugun bo'lsa tomosha, sog'-u sozga yarasha. Kim o'zishga teng bardosh, o'ynang bugun sinfdosh. Kim o'zishga teng bardosh, o'ynang bugun sinfdosh. Sinfdoshlari sinfdosh, sinfdoshlari sinfdosh, sinfdoshlari sinfdosh, sinfdoshlari sinfdosh. Johnson, o'zbek tojik kuylari. Yosh o'ynang bugun sinfdosh, raqsga tushsin barcha yosh, o'ynang bugun sinfdosh. Sinfdoshlari sinfdosh, sinfdoshlari sinfdosh, sinfdoshlari sinfdosh, sinfdoshlari sinfdosh, sinfdoshlari sinfdosh, sinfdoshlari sinfdosh. Ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bundan keyin ham mana shunday bayramlar ko'payaversin. Hammalaring sog' salomat bo'linglar.
sen yüragimga o'tin. Malla sochli malla qizaloq, malla sochli qiz mavi ko'zlar munchoq. Malla sochli malla qizaloq, malla deb erkalasam qilman astroq. Malla sochli malla qizaloq, malla deb erkalasam qilman astroq. Malla sochli malla qizaloq, malla deb erkalasam qilman astroq. Malla sochli qiz mavi ko'zlar munchoq. Malla sochli malla qizaloq, malla deb erkalasam qilman asroq. Malla deb erkalasam qilman asroq. Shu gaplarga qo'shilib, Oqto'xonga kelgusi ishlarida o'quvchilarni shunchalik tarbiyalab, bitiruv 4-sinfni bitirishga tayyorlab ketdi. Keyingi olayotgan sinfni ham shunaqa qilib, yaxshi shularga o'xshatib tayyorlashga tilakdoshman. Rahmat, harakat qilamiz endi biz ham sizni bog'chiligingizda. Harakat sevardir bolalarimiz. Maktabga kelgandan keyin bir narsali bo'lish kerakda. O'zimiz ham, ular ham. Hammasi harakatga bog'liq. Atrof muhitga bog'liq. Ota-onalarimizga hammamiz hamkorlik ishlasak, kunlarimiz yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Onani syomka qo'ydingizmi xolani? Bular gapirilib bo'ldi. Biz hamma gapga qo'shilamiz. Mana bunaqa tadbirlarimiz maktablarda ko'proq bo'lsin, ko'proq o'tkazamiz. Mana bugun o'tkazgan o'qituvchimizga doim sog' salomatlik, ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Doim tinch bo'lsin, oilasi bilan baxtli bo'lsin. Shu niyatlarimizda rahmat. Rahmat. Bitta o'tiribsizmi? Bitta qo'yincha o'ynab. Ana rejalar endi. Rejalar maktabga muvaffaq bo'lishni bundan tashqari 19 kuni seminarda o'tkazib, 20 kuni o'qib